Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Obdan turib Bugun 11 oyning 21 kuni. Biz hozir Amerika saylam jarayonida bo'layotgan keskin talash-tartish to'g'risidagi yangi ahvollarni anglab boqamiz. Bugungi yangi xabarda oldin qitimda Amerika armiyasi Germaniyaning Frankfurt shahridagi Amerika saylam jarayonida bilet sanash mashinasiki bosh mulozimat operati Germaniyaning Frankfurt shahrida bayqilib, Amerika armiyasi tuyuqsiz hujum qilib, qo'lga tushiryapti degan xabarlar bilan o'rtoqlashgandik. Lekin kuzatuvchilarning ko'z qarashicha, Amerika armiyasi qandaqsiga Germaniyaga berib, u Frankfurt shahriga bisib berib, kompyuterning bosh mulozimat operatini qo'lga tushirdi. Uning ustiga Amerika hukumat tarafidan bu to'g'riliq hech qanday ma'lumot berilgani yo'q. Uning ustiga bu to'g'riliq uchurlarga qarta Amerika Birlashma Agentligining hujum xarakterlik tanqid so'zidan boshqa hech qanday aniq ma'lumot bo'lmaganligi uchun bu saylam biltiga munosabatlik sanash mashinasining bosh mulozimat apparati to'g'risida nurg'un odamlarning gumoni ko'z qarashi bor ekan. Endi biz bir qancha uchur manba taraflariga diqqat qilib qarasak, bu kompyuterning bosh mulozimat apparati haqiqatan mavjud deb qaraldi ekan. Endi Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining Chet el ishlari partiyasining muavin raisi Solomon Efendi mushu oyning 16-kuni o'zining Twitterida mundaq yozgan ekan. Ikkinchi qitimliq siyosiy o'zgarishning yo'shirin isboti qo'lga tushgan deyilgan. Ya'ni Sidney Paul advokatning deyishicha, bu bosh mulozimat apparatining qo'lga tushishi Amerikaning Yevropada turishliq bosh shtabi Dominion shirkatining Frankfurtdagi mulozimat apparatini bayqab qilib, darhol qo'lga tushirib olgan ekan. Bu jarayonda Amerikaning CIA va FBI organining mas'ullari Xosbil xonim bilan Roy apandilar xabarsiz qolgan. O'sha oyning 18-kuni Newsmax muxbirlari Prezident Trump apandimning saylam komitetining mas'uli bo'lgan saylam biltini qaytadan tekshirish komitet xizmat vazifasini ustiga olgan Brian Trasher apandining deyishicha, hozir Prezident Trump apandimning saylam komitet xizmat guruhi Dominion shirkatining bilet sanash apparatining Frankfurtdagi bosh mulozimat apparatining aslidagi sansipirlarni qo'lga tushirib bo'ldi va nurg'unlagan sansipirga ega bo'ldi. Bu ma'lumotlar pat yaqinda oshkor bo'ladi. Bu chog'da yer sharlashish planini tuzayotuvchilarning jon tomirini titratib yetadi debdi. 19-chekladagi Prezident Trump apandimning advokatlari muxbirlarga javob berganda, advokat Paul xonim, men bu mulozimat bosh operatining borlig'ini angladim, lekin u mulozimat bosh operati balkim yaxshi odamlarning qo'liga tushib ketgan bo'lishi mumkin, balkim yomon odamlarning qo'liga tushib ketgan bo'lishi mumkin debdi. Buni anglagan muxbirlar yanada qaymoqishga boshlabdi. Advokat Paul xonim yana bir muxbirning telefon ziyoratini qabul qilganda javob berib, mulozimat bosh operatining borlig'i rostkan, lekin u Amerika armiyasining qo'lida ekan debdi. Yig'itqanda Frankfurtdagi Dominion shirkatining mulozimat xizmatini qilayotgan Saytel shirkatining bosh apparati Amerika armiyasi orqali Prezident Trump apandimning qo'liga tushib qolgan. Prezident Trump apandimning saylam komitet xizmat guruhi bosh apparatdagi butun sansipirlarni va dalil isbotlarni tekshiryotdi degan gap. Prezident Trump apandimning hozirgi advokati Linwood apandining deyishicha, Frankfurtdan qo'lga tushagan bosh apparatdan, ya'ni bosh apparatning sansipirlarini aksiga keltirgandan keyin biz ega bo'lgan dalil isbotlarga asosan Prezident Trump apandim saylamda 410 biletga ega bo'lib tutgan gap hamda zo'r g'alabaga erishdi debdi. Ya'ni qonunliq umumiy biletning 72%ni egallaydi debdi. Telefon ziyoratida advokat Paul xonim yana so'zida Kanada Torontodagi Dominion shirkatining bosh ishxonasi Soros apandi bilan zich munosabati bo'lib, hozir Toronto shahridagi Dominion shirkatining ishxonasi tuyuqsiz taqlib qolgan. Odamlarmi yo'qolib ketgan. Bundoq bo'lishiga sabab o'g'rining yuragi poq-poq degan gap. Chunki Dominion shirkati bu qitimqi Amerika saylamida muhim rol o'ynayotgan shirkat ekan. Bu qitimqi saylamda ilib berayotgan aldamchilik harakat odatdagi aldamchilik harakat bo'lib qolmasdan, Amerika davlatidagi solchilar bilan yer sharlashish planini tuzayotgan va chet el kuchlari bilan til biriktirib, Amerika davlatida siyosiy o'zgarish harakatini ilib berib yetibdi. Bu siyosiy o'zgarishga chetilganlar, Amerika davlatidagi milliarderlar
bir qism demokratchilar partiya a'zolari, atoqliq media organlari, dаңlıq sotchilar va bir qism pulga setilib ketgan Cumhuriyetchilar partiya a'zolari, qor jamiyat tashkilotlari va chet el hukumat organlari, hatto Amerika markaziy istixborot organlarimi bu aldamchilik jinoyatiga chetiladi ekan. Yomon bo'lgan yeri, bu aldamchilik jinoyatining butun dalil isbotlari Prezident Trump efendimning qo'liga tushib qoldi. Prezident Trump efendimning advokatlari muxbirlar yig'ini o'tkazib bo'lgandan keyin Aqsaroyning bugungi muxbirlar yig'inida Ma'mum prezident Pence efendi axborot e'lon qilgan xabarlarni so'zlab bo'liblam, daftarini yig'ib qo'ltiq qisiblam, keyniga qaramaylam, udul Aqsaroyni chikirkitibdi. Normalda Aqsaroy rahbarlari muxbirlarga axborot e'lon qilgandan keyin keynidan muxbirlarmi orqama-orqa savol so'raydi ekan-to'q. Lekin bu qitim Pence efendim muxbirlar savol so'ray degicha daftarni qo'ltiq qisiblam tikitibdi. Bir to'p muxbirlar savol so'rayolmay bir-birsiga qarab qopti. Buningdan nimani tushungani bo'ladi deganda, endi Prezident Trump efendim Amerikaning asosli muxbirlarini e'tirof qilmaydiganining bisharati ekan. Bundan keyin Prezident Trump efendimning jazo kaltiga muxbirlarga tegib ketish ehtimolligi zo'r deb qaraldi ekan. Endi bu muxbirlar Amerika davlatiga vakillik qiladigan salohiyati oxirlashdi ekan. Bugun Amerika hukumatida ko'rilgan yana bir yangi ahvol bo'lsa, qayta arz qabul qiladigan bosh sotchilar qaytadan taqsim qilinibdi. Bosh sotchi Kavano efendi Michigan shtatiga mas'ul bo'ldi. Bosh sotchi Barrett xonim Wisconsin shtatiga mas'ul bo'ldi. Bosh sotchi Alito efendi Pensilvaniya shtatiga mas'ul bo'ldi. Bosh sotchi Thomas efendim Georgia shtatiga mas'ul bo'ldi. Bu bosh sotchilarning hammasi Cumhuriyetchilar partiyasidan bo'ladi ekan. Bu demak Prezident Trump efendimning umumyuzlik hujumga o'tish tayyorligi o'rnatilib bo'ldi degan gapkan. Endi Prezident Trump efendim bo'lsa, to'g'rini yig'adigan harakatga o'tdi ekan. Bundan boshqa yana bir g'ayri ahvol ko'rilyapti. U bo'lsa-mu yer sharlashish planini tuzayotgan asosli xodimlarning Twitter'dagi bosh rasmi tuyuqsizlar ranglikdan rangsizga aylanib ketibdi. Masalan, Obamaning rasmi, Hillary Clinton xonim, Soros efendi va mushlarning sepida birlashayotgan 5-6 mashhur shaxsiy Demokratchilar partiyasi ichidagi ma'lum a'zolari, Michigan shtatining shtat boshlig'i, Kaliforniya shtatining shtat boshlig'i qatorliq so'lchilar mushundaq signal berish orqali Joe Bidenning utirib o'tganligini va aldamchilik jinoyati oshkorlangan holatga o'tganligi, endi bular planni boshlash harakatiga o'tish tayyorligi bo'lyotidi deb qaraldi ekan. Bu harakat bo'lsa terrorlik inqilobi deb ataladi ekan. Buningga nisbatan Prezident Trump efendim oldin tayyorlik ko'rib qo'ydimi yo'q? Yaqinda Prezident Trump efendim Amerika davlat mudofaa ministrining bosh ministrini almashtirib etibdi. Endi Amerika davlatida qalaymiqan harakatlar boshlansa, endi Prezident Trump efendimning ilib boradigan usul taktikasi bo'lsa, bir tarafdan davlat qonunini ishga solsa, yana bir tarafdan davlat alayda qismini ishga soladi ekan. Xabarimiz tugadi. Hammalarning qimmatli vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.